Hammaga salom. 10 kundirki universitetga bormayapman. Ko'chaga ham kam chiqdim. Faqat ko'rib turibsizlar, yuzimda ugrilarim. Aynan mana shu ugri uchun lecheniya boshlaganimning hisobiga hech qayerga bormadim, ko'chaga chiqmadim, makiyaj qilmadim. O'zi asli makiyaj mumkin emas. Kameraga qarab qoshimni tara olmayman, shuning uchun qoshimni tarab oldim va ko'zimga konsilerni surib oldim. Yuzimga tonalli qalin qilib turish mumkin emas. Nomiga bo'yanamiz edi. Sizlar bilan bugun insonlar doim biror bir narsani kutib yashashi va kimdandir albatta nimadir kutishi haqida gaplashamiz. Kamerada bilmadim, yuzim tiniq ko'rinyapti. Men faqat katta ugrilarim ko'rinyapti. Atak maydalari ham mana shunaqasiga toshgan. Peshona sarbosi ham ketdi. Shundoq yig'ishtirib olamiz. Xullas kecha bitroga nima kiysammikin, tiktirsammikin, olsammikin deb o'zimcha Pinterestdan, Instagramdagi magazinlardan qarab chiqdim. Nima olsam bo'ladi bitroga. O'yladim, birinchi shkopimni qarashim kerak emasmidi? Shkopni qarasam ishonasizmi? Hatto kiyilmagan ko'ylagim ham bor ekan. Ya'ni men hech qachon kiymaganman va uni qaysidir kunga tayyorlab olib qo'yganman. Eng qizig'i qaysi kunga olib qo'yganimni bilmadim, ko'ylak kiyilmagan, demakki kun bandi bo'lmagan. Bundan tashqari e'tibor bersam, ko'p kiyimlarimni qachondir kiyaman deb olib qo'ygan ekanman. Bu shimni o'tgan yil aprelda olganman va bu shim kiyilmagan, umuman kiyilmagan. Bizga sakir chiroyli bir oq futbolka bilan, top bilan, krossovka bilan nimadir qilaman deganman. O'rtoqlar, o'tgan yil aprelda olgan bo'lsam, aprel, may o'tdi. Butun boshli yoz o'tdi, butun boshli kuz o'tdi va qish o'tdi. Tabiiyki, kuz bilan qishda buni kiyib bo'lmas edi. Lekin aynan kiyilishi mumkin bo'lgan davrda men bu narsani kiymaganman va men buni hali ham kiyganim yo'qda. Bu prosta turibdi shkopimda joyi egallab. Birinchi navbatda ko'zimizni bo'yab olamiz va menda mana shunaqa, o'sha bu eski palyetka, lekin originalli menga buni podarka qilishgan. Buni menga kerak bo'lgan asosiy ranglar hali yashayapti. Короче, o'rtoqlar, agar e'tibor bersanglar, biz rostdan eng zo'r narsalarimizni qaysidir kunga saqlab qo'yamiz. Xuddi meni shimimga o'xshab. Va u kun ko'pincha kelmaydi. Kisichkada sursam ham bo'lardi. Hadada kisichkam bor, lekin qo'lda yedirish menga ko'proq udobniroq. Vaqt cho'zmaydi, borib bo'yab kelay tinchgina. Bu orada ko'zim kameraga tayyor. Bilasizmi, oddiy bitta narsani esladim. 3-kurs paytim edi universitetda. Bizda imtihonlar bo'ladi va til imtihonlari. Va bitta kursdoshim oldimda o'tirib olgan, "Menikini ham ishla. Menikini ham ishla. Menga ham yordam ber." Keyin mayli dedim. O'zimnikini bir chetga surib, unikini olib ishlashni boshladim va tezlikda ishlab tashladim. Unga qanday ishlagan bo'lsam, o'zimga ham xuddi shunday ishladim va o'sha qiz na rahmat aytdi, na yordam berganim uchun o'zi aslida bundoq qarasa menga uni rahmati kerak emas, lekin men o'sha qizdan shu narsani kutdim. Ya'ni bundoq qarayman, shartta qog'ozni oldi, yuguribotdi deb topshirishga. Men bu yoqda o'zimniki qolib ketgan va chiqishga примерно 20 minut qoldi. To'g'ri, 20 minutda men ishlab bo'ldim, lekin bu qanaqadir nimadir kutdim deb undoq qarayman, orqasiga o'girilgani ham yo'q, men tarafga qaragani ham yo'q, men tarafga hech bundoq qarab qo'ygani ham yo'q. Prям shu darajada yugurib, orqasiga ham qaradim, chiqib ketdim, aytdim, "Da", deb shoshildim. Ko'chaga chiqqanimda ham rahmat aytish yo'q, bilasizmi menga nima dedi? "Sen o'zingga 5 ga loyiq, menga 3 ga loyiq qilib ishlading. Agar bahoyim 3 chiqsa, sendan ko'raman", dedi. Men odam shu darajada noshukur bo'ladi, men undan nimadir kutyapman. U umuman boshqa narsani beryapti. Bilasizmi, rostdan bizdan kimdandir nimadir kutishimiz, agar o'sha narsa kutganimizdek bo'lmasa, bizani rostdan xafa qilar ekan. Yoki biror bir narsani xuddi men bunga o'xshab asrab qo'yishimiz, kiymasak ham bu kerak emas bo'lib qolar ekan. Kutuvlar o'zi umuman insonga hech narsa bermas ekan. Ya'ni ayni lahzani ayni holatda va shundayligicha yashash kerak ekan. Kameraga ishlashni bilaman, lekin kameraga qarab makiyaj qilishni bilmayman. Shuning uchun borib yuzimni qilib kelaman, gapim keyin davom ettiramiz. Nomiga suraman deganimni o'zida ham yuzim bilan bo'ynimni qilib qo'ydim, kontur qilib. Men qaytib kelaman. Hozir yuzimni to'qalashtirgandan keyin bo'ynim och ko'rinib ketyapti ko'zimga. Jayn ugrilarim professional bo'lib yopilmadi, baribir meni tark etmasliklarini bildirib boshlab turibdi. Hech qisi yo'q. O'sha ular bilan yashashga odam ko'nikib ketdi. Biz robot emas-ku, baribir his-tuyg'ular va emotsiyalar bilan birga yashaymiz. Xohlaymiz ham yo'qmi, qaysidir qilgan ishimizga nimadir kutamiz. O'zim kiyimni misol qilgan bo'lsam ham, lekin maskin insonlar borasida aytaman.
imkon qadar biror bir insondan biror narsa kutayotgan paytingiz o'zingizga shu savolni bering. O'sha inson rostdan men kutgan narsani bera oladimi? O'sha insondan men kutgan narsamni ola olamanmi? Va o'sha biz kutgan kun kela oladimi? Aslida bu narsani ya'ni bilib bo'lmaydi, oldindan kelajagini bilish ilojisi yo'q, lekin baribir inson hissiyotlari va ishonchi degan narsalar bor. Misol uchun sizni ko'nglingiz bu insondan kutganim bilan bu inson bu narsani qilib bera olmaydi deysiz yoki bu insondan kutsam kutmasam o'sha narsani ola olmayman deysiz. Shunaqa his-tuyg'u va inson xarakterini taniganingiz, u insonni bilishingiz bilan tavakkal qilish va qilmasligingizni bilsangiz bo'ladi. Va bitta narsani aytaman, juda ko'p kutib olmanglar. Bilmadim, hayot o'tib ketadigandek ko'rinadi. Xuddi men bu shimimni modasiga o'xshab, lekin men buni baribir kiyaman, chunki sotib olganman. Lekin hayot ishim emas, buni moslashtirish mumkin, lekin sizni hayotingizni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Ayniqsa eng chiroyli momentlaringizni, yoshligingizni, go'zalligingizni. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Aman bo'lsa, qolgan tayyorgarlikni qilib o'qishga uchaman. Hammaga rahmat.